Hürmetlik körülmenler. Bugün şu yemek içmeklerdeki yatılışniki ahırkı kısmı boğan biri gangpen, mifen, şov görüş. Yeni birisi şu açıklık derecede uçuk çıkan kızıl, kızılmoç, kökmoçlar hakkında sözlep ötümüz. Endi her qandaq tamaqnınki kep chiqish tarixi bo'ladi, manbasi bo'ladi. Har qandaq tamaqnınki ishib ketgan vaqtida ziyni bo'ladi. Albatta buni bilish, oz iste'mol qilish, imkon qadar o'ziniki kitoblarda deyilgan tamoqlarni asos qilish, o'ziniki madaniyat alayligiga uyg'un bo'lgan oziqlanish usullarda çiң turuş lazım. Gangpende, mifende, şov görüşte, şifende hiç qanday bir günah yok. Ama öz içinde aqsil, her türlük vitaminlarni öz içine algan bir yemeklik. Bu yerda mesele yemeklikning o'zidan ko'proq buni nima uchun iste'mol qilamiz, buni nima uchun biz davomli iste'mol qilamiz degan masalasi. Bu gürüç insanlarını kutquzduğan, insanlarını açlıktan kutquzduğan, insanlarını ozuqlandırduğan naati mühim bir dandan ibaret. Uruş, capa müşaqqat, qiyinchilik, aholinin ko'p bo'lishi, teriqchilik yerlarining oz bo'lishi, 10 ming yillardan, milyon yillardan ilgari ko'rilgan bo'g'itdiki, gürüç ortaya çıkarılgan, gürüç yaratılgan. Çünkü gürüç suda yetişimi içinde mutlak su bulmagan bir dandan ibaret. Acayip bir hikmet ki asasen su kömügen aptapta pişkan tavuzluk %99'u su bolsa tamamen suda yetişken gürüşte 1% su yok. Demek gürüş intayın kuruk bir dandan ibaret. Bunu biz suda pişirgandayken bu köpüydü. Şu sebep bilen gürüç insanlarımızı, açlarını, capakeşlerini toydurduğun adamınki en tüven halıtıda insanını saklap kılışka buyurulgan bir dandan ibaret. Muştun üzdüla gürüç fakat çağrı kalmağında istemal kıldıgan yoki bo'lmasa buni shipan, gangpan şekilde istemal kıldıgan dandan ibaret. Polo o ayrım. Polo sebze, yağ, piyaz ve başka xuruşlar bilen birlikte etilse bunun soğuk ve kurukluğu oturdan qap qalıdı. Bu şifalık bir ozuq aylandı deb ecdatlarımız Qashqar ayında icat qilgan tamoqdan ibaret. Demek polo manfiy bo'lgan bir narsani va iste'mol qilsa badanga sovuq kelib ziyni ko'rilish ehtimoli bo'lgan gurishni resiptlik qonuniyatlar bilan mo'tadilga va issiqqa va musbatlikka va foydali holatga akilangan bir shakldan iborat polo. Polo bu ayrim bir kategoriya. Ya'ni ziyni tugatilib paydaga aylandırılgan tamoqdan ibaret polo. Polodan başka, gürüşten işlengen başka yemeklikler o'tirhaldan yoki noldan tuvan bo'lgan manfiylikka, sovuqlikqa ve energiyamizni tuvanga tortadigan yemekliklardan ibaret. Shuning uchun gürüşning mavjud bo'lganligiga teşekkür etishimiz, gürüşni amaliyotda insonning eng tuvan turmuş kapaleti deb his qilishimiz lazım. Shuning uchun gangpan ve shipan çaresiz qolganda, aldırış bo'lib qolganimizda, vaqt bek qisqa bo'lgan vaqtimizda iste'mol qiladigan qizitmamiz ishib ketganda, yig'imiz ishib ketganda, energiyamiz bek ishib ketgan vaqtida iste'mol qiladigan ve bu narsani tuvallashtiradigan
bir yemeklik deb tushunsak bo'ldi. Buni qilmanglar, iste'mol qilmanglar demoqchi emas. Lekin buni har zaman turmush odatiga, kunning 3 vaqtligiga va har kunga aylantirib olishdiki, madaniyat va aqlninki ajizlashish masalasi bugungi temamiz. Shuning uchun guruchni iste'mol qilgan vaqtida uni yaxshilag'uvchi, tamponlashtiruvchi, uningki manfiy tarafini daf'atguchi, yo'q qilg'uvchi narsalar bilan birga tamoq qilib yasab chiqishimiz lozim. Ve Ganpenda veya ki Şipenda bundaq bir mexanizm yo'q. Shuning uchun imkon bor az iste'mol qilaylik. Guruchni o'zimizniki yerlik reseptlar orqali uning ziyinni azaytib yoki yo'q qilg'uvchi reseptlar bilan anandikin pishirib yeylik demoqchi. Bugungi darsimizning yana bir mavzusi şu laza meselesi, qizilmush, ko'kmush meselesi. Bunu mu xuddi guruchga o'xshash muomala qilamiz. Buni tillamaymiz. Bu bir xil mavjud bo'lgan ko'ktat. Buning ichida qisman payliq tarkiblar bor. Lekin buning tarixini bilishimiz lozim. Qizilmush, ko'kmush aslida Latin Amerikasida, Kosta Rika tarafda, Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikaning tutashgan yeridagi bir xil zaharli o'simlik bo'lib, buni aqtalliklar bu rayonlarga tajovuz qilib kirgan vaqtida qizil dararliklar, mayalar deymiz, indiyanlar deb qo'ydi, amaliyot indiyan emas. Bu qizil dararliliklar. Yani bu bizniki ecdatlarımızdan bir türü. Muşularını boysunduruş için her türlü ceza usullarını kullanıp ünüm kazanamagandayken bu aktarlıklarının bir kısım tadqiqotchilari şu O'rta Amerikada o'sadigan şu qizilmush, ko'kmushniki tarkibida kapsayin deydigan bir achchiq va zaharlik bir moddaning borligi. Buni iste'mol qilgan vaqtida ham qustirib, ham ichin surdirganligini bayqagandan keyin bu tajovuzchilar tutulangan şu indiyanlarga shuni yegizish orqali ularni bedellik jihatdan zaharlab, ular ziyonkashlik qilish orqali ixro qildirishga uringan ve natija qozongan. Keyin bununki yomg'irliq nam yerlardagi insonlarda qon aylanishini tezlashtirganligi bayqalgandan keyin bara bu dunyoga taqilib, bununki yova holati unutilib, bara madaniy turmushga so'rab kirildi. Bunu hazır bütün dünyada mayli ehtiyoji bo'lsin bo'lmasin, zodi nima uchun iste'mol qildiganligini bilmagan asosda keng ko'lamda ishlatilmoqda. Ilgari majbur qilinib iste'mol qildirilgan bo'lsa, hozir ixtiyori bilan hatto talishib turib iste'mol qilishga yuzlandi. Hatto bir yemeklikda qizilmush silingan bo'lsa-mu, bunu az deb üstüge yana qizilmushdan türlengen her türlük mahsulotlarni üstüge silip yeyishni odatga aylantirib oldik. Albatta qizilmushniki ochiqligi qon aylanishini yaxshilashda, yurakka yot modda bo'lgandan keyin yurak silishi tezlashidi. Ochiq bir narsa, badanga yot narsa kirganligidan yurak buningdan cho'chib, misolan bunun hareketi tezleşiyor. Bu 3-4 saat kıçılık kan aylanış yaxşı olup, xuddi bir harduq çıqqandak, naiti bir öçümüzni elib algandak, naiti yengillab qolgandak bo'lamiz. Çünkü achchiq narsa qonni jonlantirganlik uchun bir xil rahatlik, bir xil yengillab qolgandak bo'lamiz. Lekin bu achchiqning kuchi qolmagan vaqtida yenilan burunqi holatiga kelamiz. Eg'irchilik qoplaydi. O çağda yana içimizde bir açık narsa yiyip, yana özümüzni ruhlandırış ihtiyacı şekillendi. Bu bir yaman aylanış.
Şoň bilen buny ýemisi turalmaydygan halatga kelimiz. Açyk ýeşniň mexanizmi muşu. Onuň içige açykynyň üstüge açyk ýeş bir kişinin psixologiyasy ne kadar büyük meselelerinin bağlığı, ne kadar iç puşuğu ve dertinin bağlığını yandın ispatlaydı. Açık yiyiş bedenin ihtiyacı emas asli. Beden tatlı neslerine ihtiyaç buldu. Açık yiyiş ve açıkның üstüge texim açık yiyiş ameliyatda şu kişininki bir yürüyüş psikolojik meselelerinin bağlığını, bu kişinin hakikaten çıqqıl bulmaydigan dertning ichiga cho'kkanligini veya hayotni xato tushunganligini, o'zini besib turish uchun, o'zini bir xil qoplab olish uchun ochiq yeyish orqali o'zini o'zi xushal qilish, o'zini o'zi soxta bir xil muhitga ekilish tirishchiligidan boshqa emas deb qaraymiz. Şoň üçin açyk narsalarni iste'mol qilmanglar demaymiz, lekin buni asos turmush odatiga, har zaman turmush odatiga va bizning aslida bo'lgan odatlarimizning ustiga chiqib olish xohishiga fikr qilamiz, tanqid qilamiz va har ishni oz, muvaffaq, o'tirhal yo'l bilan qilishni ta'kidlaymiz. Açyk yemekliklerini mana muş kanuniyetke boysundirishimiz lazım. Bugünkü dersimiz müşagiç oldu. Hemmeylenge tatlı, güzel, huşal turmuş dileymen. Hayır hoş.